Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan Termiz shahrida joylashgan Ayrton Frizon jahon bozoriga tashrif buyurdik. Bugun barcha tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga sotuv bo'limidan javob olamiz va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Qani ketdik. Xush kelibsiz Ayrton sotuv ofisiga. Rahmat. Maketdan tushuntirib to'liqroq informatsiya berib o'taman. Ko'rib turganingizdek Ayrton Frizon 26 gektarda joylashgan. Bundan tashqari bizada temir yo'l vetkasi kirgan. 2700 kvadrat metrda tashqari ramiz. Unda nimadan yutadi desangiz, molini rasmoshka qilmagan holatda burada Marvina Sanjar akadan endi javob olamiz. Sanjar aka, assalomu alaykum. Biz o'shanga qarab joy ajratib, deklaratsiya GTD qildiriladi olib kirilgan tavariga. Hozirgi holatda hududda 400 ga yaqin O'zbekiston, Afg'oniston, Ayrton Frizon hududida tadbirkorlik qilishlarni taklif qilamiz. Ayrton Frizon sotuv bo'limi rahbari Sodiq Sanjar aka bo'ldi. Sizga kattakon rahmat.